Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndikdən xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Xitay xəbər toruning 10 ayının 18 gündəki xəbərdə bildirilishicha, 10 ayının 16 və 17 günləri atalmış Abdumraylı Xalq Hökumət Uçurishxanası muxbirlarını kütüb yig'ini o'tkazib, atalmış Şinjanning İpek yo'li iqtisodiy belbog'ining yadroliq rayon taraqqiyotini texmi puxtalab, Xitoy Osiyo Yevropa oltin koridorining ko'riklik rolini joriy qildirib, g'arb ketish to'g'risidagi bir qator masalalarni o'tirib qo'ygan. Xitoy hukumati xalqaro tashyo'l transport hamkorligini davomli cho'nqurlashtirib, Sharq Turkistonga qo'shni davlatlar bilan 118 ikki taraflik xalqaro tashyo'l transport liniyasi ochgan hamda O'zbekiston, Rossiya, Belorussiya va Gruziya bilan qo'shni taraflik yuk transport liniyasi ochgan. Xitoy yana Xitoy Pokiston, Xitoy Qozog'iston va Rossiya, Xitoy Qirg'iziston va O'zbekiston, Xitoy Mongoliya va Rossiya o'rtasida 10 taraflik xalqaro tashyo'l transport liniyasi ochgan. Bu ochilgan xalqaro tashyo'l transport liniyasi mashg'ulot musobaqasi jihatda Xitoy bo'yicha birinchi o'rinda turgan. Xitoy hukumati yaqinda Xitoy bilan Qozog'iston o'rtasidagi Qo'rg'os tashyo'l transport liniyasida 24 soatlik tamojnadan o'tish xizmat sistemasini yo'l qo'ygan edi. Bu bevosita xalqaro tashyo'l yuk transport liniyasi qurilgandan keyin bu yil 1-oydan 9-oygacha bu rayon jami 301.200 yo'lovchi va 5.885 tonna yuk tashish vazifasini tamomlagan. Xitoy o'tgan 10 yilda atalmış Şinjanni o'rtaq taraqqiy qildirishda hamkorlashgan davlatlar bilan bo'lgan savdo va mablag' silish hamkorligini texnik ilgari surib, atalmış Şinjanning 179 davlat va rayon bilan iqtisodiy va savdo hamkorligini qanot yaydirgan. Hamda 4 universal zoyim rayoni, 4 chegara qilgan elektronlik savdo universal sinoq rayoni va 2 sinoq setilish savdo supasi tasdiqlagan. Xitoy hukumati bu jarayonda jami 46 davlat va rayonni atalmış Şinjanni mablag' silishga chaqirgan. Xitoy hukumatining bildirishicha, bu yil ichida chet el mablag'ining amaliy ishlatilishi 3 milliard 480 million dollar. Chet elga solgan umumiy mablag'i 6 milliard 600 million dollar bo'lib, 47 davlat va rayonni qoplagan. Xitoy neft to'rining 10 ayning 17 kunida e'lon qilgan bir dokladida ko'rsatilishicha, Xitoydagi eng cho'ng darajadan tashqari cho'nqur quyuq gaz tarim neftligi tabiiy gaz maydoni to'liq tamomlanib ishlab chiqarishga kirishtirilgan. Tarim uymonligidagi eng yangi trillion kub metrlik gaz bilan ta'minlash turbasi yangi bosqichga qadam qo'ygan. G'arbiy shimol tabiiy gaz turba liniyasining bexatar va muqim gaz bilan ta'minlashi kafolatli qilish uchun tarim uymonligidagi eng yangi trillion kub metrlik gaz bilan ta'minlash turbasi yangi bosqichga qadam qo'ygan. Tarim neftligining kundalik gaz bilan ta'minlash miqdori ishlab chiqarish boshlanishidan ilgarigi 25 million kub metrdan hozir 31 million kub metrga yetgan. Bu tur har kuni 20 milliondan ortiq oilani kundalik gaz bilan ta'minlaydi ekan. Hozir bu rayonda 18 darajadan tashqari cho'nqur quduq qazilayotgan bo'lib, planga asosan 2025-yilga borganda bu rayondagi tabiiy gazlikning yillik tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori 10 milliard kub metrga yetadi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.